Havo akalar, bugun sizlar bilan Hindiston halqa bo'yinli to'ti qushlari haqida gaplashamiz. Mavzuni boshlashimdan oldin o'tgan safargi videodagi aktiv uchun hammaga kattakon rahmat aytib qo'ymoqchiman. Bu qushlarning vatani asosan Hindiston va Janubiy Sharqiy Osiyo hisoblanadi. Nima uchun halqali to'tilar deb nomlanganligining sababi ularning qora halqasimon chiziqlari tufayli nom berilgan. Bu to'tilarning erkak va urg'ochisini ajratish uchun asosan ushbu halqalari ham yordam beradi. Lekin ko'p hollarda ushbu to'tilarni erkak va urg'ochisini ajratish uchun juda katta tajriba talab etiladi. Hindiston halqa bo'yinli to'tilari asosan qo'lga o'rganuvchan, juda o'tkir, zehnli hisoblanadi. Ularning bo'y uzunligi 40-45 cm, qanotlarini ochganda esa 60 cm gacha yetishi mumkin. Asosan bu qushlar to'da bo'lib yashaydilar va yovvoyi tabiatda ushbu qushlar 30-35 yilgacha umr ko'radi. Agar sizda bu qushlar haqida to'liq ma'lumot bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ha, aytgancha obuna bo'lishni unutmang.